Said aka, hayotdagi eng katta orzungiz nima? Eng katta orzuyimmi bitta skuter minish. Maşallah. Nima uchun skuter? Onda sonda temir qidiraman deb. Temir sotasizmi yig'ib? Temir sotaman. Lekin hozir yo'q. Uzoq joylarga borish kerak, oyoq chidamaydi. To'g'ri, bu uyda yetim farzandli yo'q. Bu uyda konditsioner, xolodilnik, vanna, oshxona, mebellar hech narsa yo'q, lekin inson bor. Mana hozir ko'rib turganingizda Saidjon dodamizga savol berganimizda ular eng katta orzungiz nima? Eng katta orzuyimmi bitta skuter minish. 70 dan oshgan bo'lsa ham temir tersak terib sotib pul qilar ekanlar. Mana bir kunda Toshkentdan elektromo'raviyimiz Saidjon dodamiz uchun yetib keldi. Ehson qilishdi, yaxshi insonlar, ehsonga muhabbatli insonlar ehson qilishdi. Dodamizning orzularini amalga oshiramiz va reaksiyalarini birgalikda ko'ramiz inshaalloh. Said doda! Voy jonimda!